Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu qadrli do'stlar. Sha'ban oyi barakatli oy, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning oyi. Ammo lekin Sha'ban oyida o'rtasida bek zo'r bo'lak bor. Ol Baroat kechasi. Baroat kechasi turunda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hadislaridan bek ko'p ma'lumot keladi. Bek ko'p hadislar, xabarlar keladi. Ham hadislarning birisida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ayta. Shundan da kishilarning iki zo'r bayram, iki g'ayit bo'lgan kabi, Qurban g'ayiti ham Ramazon g'ayiti bo'lgan kabi, farishtalarning da iki zo'r bayram bor. Ol da endi Qadr kechasi ham naq shusha Baroat kechasi. Baroat kechasi baroatun degan so'zdan keladi. Ya'ni shistaranu, poklanu, aranu deb keladi. Gunohlardan, xatolardan, afatlardan, hasratlardan aranib, ko'ngillarimizni nurlandira turgan ulug' barakatli Alloh taolaning kechasi deb keladi. Ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hadislarin birisida aytadi. Islom dunyosida 5 muborak kecha bor. Shusha 5 kechaning duolari Alloh taolo oldida qabul bo'lib, bek darajali bo'lar deb keladi. Birinchisi, u endi Alloh taolaning rahmati bilan Baroat kechasi. Qadr kechasi Ramazon oyida. Baroat kechasi Sha'ban oyining 15-kunida. Anarasın Cuma oldindan bo'lgan kecha. Ya'ni atna keshidan Jumaga qarshi. Ham g'ayit Ramazon g'ayiti oldindan ham Qurban g'ayiti oldindan bo'lgan kechalar shulay bek barakatli, nurli ham duolarining Alloh taolo oldida bek darajali bo'lib qabul bo'la turgan 5 muborak kechaning birisi bo'ladi. Ham shulay hadislarning birisida aytiladi, Baroat kechasi Alloh taolaning rahmati bilan mo'l bo'lgan kecha. Shusha kechada Alloh taolaning ulug' bo'lagi bo'ladi har birimizga. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Sha'ban oyining 13-kunida duolar bilan kishni mo'l qilib, Alloh taolaga shunday tilak bilan yalvara. Ya Rabbim, ummatimni shafaat qilib, yoqlovchilardan bo'luvini nasib aylasan edin deb Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Alloh taolaga shu duo tilak bilan yalvara, ham Alloh taolo onarga, ya'ni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga ruxsat eta ishdan bir ilishin ummatning shafaat qilarga, ya'ni qiyomat kuni yoqlovchi bo'larga. 14-kechada Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yanadan duo bilan yalvara, ham Alloh taoladan shafaat qilarga ruxsat so'raydi. Ham Alloh taolo ummatning yortisina shafaat qiluvchilardan Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga ruxsat beradi. Ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam naq shusha Baroat kechasida Sha'ban oyining 15-kunning kechasida duolar bilan yalvarib Alloh taoladan yanadan so'ray, ya Rabbim, shafaat qilarga nasib ayla, ummatimni yoqlovchi bo'larga qiyomat kunida nasib ayla deb so'ray. Ham Alloh taolo shusha Baroat kechasida ummatning komil ravishda, ya'ni butun Alloh taolo bor bir ekanligini tanigan, ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam onun elchisi, rasuli, habibi ekanligini tanigan bandalarni ummatine shafaat qilishga ruxsat etadi. Alloh taolo endi har birimizga da shu Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning shafaatine ega bo'lishga nasib aylasin. Shulay shu Baroat kechasi bek barakatli kecha. Kishining shu kechada Alloh taolaning rahmati bilan amal daftarlari olishini. Baribizda bilamiz, o'ng yoqda farishta bor, so'l yoqda farishta bor. O'ng yoqdag'isi igiliklar amalini yoza, so'l yoqdag'isi gunohlar, xatolarni tirkab boradi. Ham shu amal daftarlar 1 yillik yozuvlar alar olishini. Shu kechada amal daftarlari biz olishini. Ham hadislarning birisida xabar keladi. Aisha nabis ayta, kunlardan bir kunni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bek ko'p igiliklar, duolar, zikrlar bilan kechani mo'l qila. Ham Aisha nabis so'ray, ya Rasululloh, nishlab shu kechani shu xatli ko'p amal ibodatlar bilan mo'l qildin deb
сорау биргәч, Пәйгамбәребез әйтә: "Син, Гайша, белмисеңме әллә? Шушы кичә бик бәрәкәтле кичә. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте иңгән кичә һәм Аллаһы Тәгалә шушы кичәдә, ягъни Бәраәт кичәсендә, Шәгъбан айының 15-нче кичәдә Аллаһы Тәгалә шул хәтле күп кешеләрне җәһәннәм утыннан коткарып кала, хәтта сансыз дип килә риваятләрнең берсендә. Меңләгән кешеләрне җәһәннәм утыннан саклап калыр дип килә, бәхетле итер дип килә. Әмма дә ләкин шушы бәрәкәтнең, шушы улуг Аллаһы Тәгаләнең бүләгенең бәрәкәтенә ирешә алмас кем? Кемдә кем берәрсенә ачулану халәтен күңелендә саклаган, берәрсенә үпкәләп җиргән кешене. Һәм шулай ук туганлык элемтәне эздергән кешегә дә шушы Аллаһы Тәгаләнең бүләге ирешмәс. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шуннан да шушы кичәне изгелекләр, игелекләр белән мул кылыйк. Намазларыбыз белән, тәүбә дуаларыбыз белән, Аллаһы Тәгаләгә истигъфарларыбыз белән, ягъни, я Раббым, белеп һәм белмичә эшләнгән гөнаһларымны, бәндәчелек белән кылган хаталарымны гафу әйлә дип, ялварсак иде. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассаламга салаватлар белән дуа кылсак иде. Һәм шуннан да Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән шушы мөбарәк Бәраәт кичәсенең фазиләтләре белән, бүләкләре белән файдаланып калыйк. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешеп, ике дөнья шатлык сөенеченә ия булып, Алла бирсә, Пәйгамбәребез алейһиссалату вассаламның шәфаәтенә лаеклы булган бәндәләр арасында булуын насыйп ва ясар әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.